istalgan bir saytga kirayotganda uni nomiga bir dona harfni xato yozish sizga butun bir ma'lumotni internetga chiqarib yuborishini bilarmidingiz? Endi bilib olasiz. Nega bu type squatting? Type squatting nima? Type squatting bu firibgarlar va xakerlar tomonidan juda ham ko'p ishlatilgan usul bo'ladi. Va type squattingni asosan foydalanuvchilar juda ham ko'p kiradigan, ya'ni Amazon, YouTube va hokazo shunga o'xshash veb-saytlarni olib, aynan o'sha nomiga o'xshash domen tuziladi va shu domenga turli xildagi foydalanuvchilarni jalb qilishga harakat qilinadi. Type squattingning maqsad asosan 3 ta. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin asosiysi 3 ta. Birinchisi bu virus tarqatish. Ya'ni istalgan bir haker type squatting orqali sizni o'zining veb-saytiga jalb qiladi va u orqali sizni kompyuteringiz yoki qurilmangizni, telefoningizni shunchaki zararlashadi. Ikkinchisi bu raqobatchilarning trafikini o'g'irlash. Bu qanaqa bo'ladi? Juda ham oson. Misol uchun tasavvur qilamiz, Amazon. Amazonni hammamiz bilamiz, hammamiz narsa sota olamiz va hammamiz ishonamiz. Nega anchadan beri ishlaydi. Tasavvur qiling, endi qanaqadir tadbirkor yana bitta onlayn do'kon ochdi, lekin uning klienti yo'q va hech kim undan narsa sota olmayapti, hech kim unga ishonmayapti. U o'ziga qanaqadir trafik jalb qilish kerak. Aynan shu vaqtda u type squattingdan foydalanishi mumkin. Qanaqa qilib? Misol uchun amazon.com buni veb-sayt hammamiz bilamiz va u aynan mana amazon.com domeniga o'xshash domen ochadi. Ya'ni Amazons yokida Amazon U yokida Amazon deb ochish mumkin va aynan o'sha domenni o'zining veb-saytiga ulab qo'yadi. Misol uchun o'zining veb-saytining domeni shopping.uz bo'lishi ham mumkin va ulab qo'ygandan keyin asosiy algoritmlar, ya'ni Google, YouTube va hokazo algoritmlar asosan keyword bo'yicha, ya'ni biz kiritadigan kalit so'zi bo'yicha qidirishini hisobiga biz Amazon deb qidirganimizda Googledan uni Amazonsini ham birga chiqarib beradi. Yokida ko'pchilik Amazon deb shoshib yozadi va hokazo qilish mumkin. Aynan o'sha paytda xato qilib, aynan uni veb-saytga kirib ketishi mumkin. Lekin odatda biz poiskovikdan qidirgan paytimizda unga ko'proq trafik boradi. Nega uni amazons.com yoki .uz domeni Amazon bilan odatda birga chiqadi. Ularda o'xshashlik similarity bo'lgan hisobiga ham search engine, poiskovik ularni birga chiqarib beradi. Lekin poiskovik asosiy maqsadi, asosiy funksiyasi bu foydalanuvchi kiritgan kalit so'zga bog'liq bo'lgan o'xshash rezultatlarni chiqarib berish. Va Amazon bilan Amazon ham juda ham o'xshash hisoblanadi. Shuni hisobiga ham Amazon domen qilgandan keyin unda avtomatik tarzda trafik oshishni boshlaydi. Qaysiki Amazonga borish kerak bo'lgan trafiklar unga kirib ketadi. Uchinchisi bu foydalanuvchining ma'lumotini o'g'irlash. U qanaqa bo'ladi? Odatda biz institutda yoki ishxonani veb-saytiga kiramiz. O'sha veb-saytga kirgan paytimizda biz avtorizatsiyadan o'tamiz, login parol teramiz va hokazo. Aynan shu login parol terganimizda bizga cookie beradi. Ya'ni cookie bu veb-saytda o'zining nastroykalar hisoblanadi yoki data hisoblanadi. Qaysiki yerda bizning ma'lumotimiz saqlanadi vaqtinchalikka. Aynan biz type squatting orqali biron bir boshqa veb-saytga yo'naltirib olganimizda o'sha veb-sayt bizning cookielarimizni o'zi talab qiladi va shu hisobida bizga login parol va hokazo informatsiya, qaysiki vaqtinchalikka turgan informatsiya ularga o'tib ketadi va ular mana shu informatsiyadan foydalangan holda bizning hozir kirib turgan akkauntlarimizga bemalol kirishligi mumkin. Xo'sh, agar type squatting shu darajada xavfli bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqa oldini olishimiz mumkin? Bu juda oson. Sabab bu diqqat. Aynan mana shu narsa orqali biz type squattingga bemalol yengib o'ta olamiz. Va bu narsani hozir biz misol orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi misol bu email. Bizga kargodan email keldi, lekin biz hech qanaqa narsa zakaz qilmaganmiz. Bu katta ehtimollik bilan o'sha firibgarlarning emaili bo'lishi kerak, lekin biz uni qanaqa bilamiz? Buni bilish uchun eng avvalo eng chetiga, ya'ni kim yuborganiga qaraymiz. Ko'rinib turibdiki, katta qilib qorada FedEx deb yozib qo'ygan. Lekin bu original yuboruvchining ismi emas. Uni original yuboruvchining ismi bu yon tomonda. Qaysiki qovus ichida yozib qo'yilgan. Qovus ichida yozib qo'yilgan adres esa bu umuman boshqa adres, qaysiki FedExga aloqasi yo'q. Va buni biz shunchaki mana shu adresni olib Google orqali qidirish bilan tekshirishimiz mumkin. Ikkinchi misolimiz bu veb-saytlarga aloqador misol va unda asosan 5 ta type squatting turlari bor, qaysiki ko'p ishlatiladigan. Birinchisi ko'rib turganingizdek qaysidir harfni o'zgartirib domen tuzish. Ikkinchisida bu o'sha w ni ham domenga qo'shib yuborish. Uchinchisi bu qaysidir bir suffikslarni, ya'ni bizda Amazon.com kirmoqchi bo'lsak, ular Amazon.uz deb ochgan bo'ladi va bu ham type squattingga bitta tur hisoblanadi. Va to'rtinchisi bu s qo'shib yuborish. S bu oddiy qo'shimcha, ya'ni ko'plik qo'shimchasi. Aynan shu narsani qo'shib yuboriladi va beshinchisi o'rtasiga shunchaki tiret qo'shib qo'yiladi. Uchinchisi bu Telegramga aloqador bo'lgan type squatting. Ko'pimiz ko'rganmiz, что Telegramdan har xil SMS'lar keladi. Ya'ni Payme'dan sovg'a, yoki undan sovg'a, bundan sovg'a, Klikdan, qaysidir bankdan sovg'alar va aynan mana shu paytda ular rostdan sovg'a beryaptimi deb o'ylanib qolamiz. Shu narsani tekshirish uchun asosiy narsa Telegram tekshiriladigan bu username. Misol uchun mana shu bot Payme'dan sovg'a beraman deyapti. Eng tepasiga Payme sovg'a deb yozib qo'ygan. Lekin biz username'ga ahamiyat beradigan bo'lsak, u usernameda Payme bilan aloqador bo'lgan hech narsani o'zi yo'q. Biz bunga
PayMe'ni o'zini ofitsial Telegram kanaliga o'tib turib amin bo'lsak bo'ladi. Bu esa PayMe'ni original stranitsasi Telegramdagi. Ko'rib turibmizki, bu username PayMeUz, ya'ni PayMe'ni o'ziniki va oldingi sovg'adan to'liq farq qiladi. Va PayMeUz, ya'ni username tepasida ularning botini username ham bor. Qaytiki PayMe Help Bot. Va bu ham oldingi PayMe sovg'adan juda ham farq qiladi. Va shundan amin bo'lishimiz mumkinki, bizga yuborilgan har qaysidir bot bu firibgarlarniki. Xo'sh, guvoh bo'lganimizdek, TypeScript'ni aniqlab olish unchalik qiyin emas. Eng asosiysi, nimani bosayotganimizga va qayerga ketayotganimizga diqqatli bo'lsak bo'ldi. Podpiska bosib qo'yamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha.